eng birinchi navbatda Qoraqalpog'istonga xush kelibsiz. Qattiq quvonchimiz, vaqtida ahamiyatli basamaning vaqtida turgan ekansiz. Xush kelibsiz deb aytamiz. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovichning 2026 yil 5-fevraldagi 19-sonli farmonlari ijrosini ta'minlash maqsadida, demak, ilk qadam milliy o'quv dasturining ikkinchi bosqichi mana Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida bo'lib o'tmoqda, pedagog mahorat markazida. Va barcha mana shu tumandan yig'ilgan tayanch maktabgacha ta'lim tashkilotlarining yetakchi pedagoglariga ilk qadam davlat o'quv dasturining 3-nashri tanishtirilmoqda. Ilk qadam davlat o'quv dasturimizda o'zgarishlar juda ham ko'p kiritilgan. Bunda qadriyatlar alohida bob sifatida kiritilgan, insoniy qadriyatlar, milliy qadriyatlar, ekologik qadriyatlarni maktabgacha yoshdan boshlab bolalarga tarbiyalab borish bu kelajagimiz uchun juda ham bir foydali shaxs sifatida ularni yetkazib berishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Bundan tashqari o'tish davrlari kiritilgan, juda ham katta maqsadlar qo'yilgan, maktabgacha ta'limni rivojlantirishga qaratilgan va shu borada bu dasturlarimiz hozirda 3 kun mobaynida, demak, Qoraqalpog'iston Respublikasi pedagog mahorat markazida tashkil etiladi. Barcha pedagoglarimizga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz.